Bir qarapla xam yegisi keltirayotgandek yangi chiqqan shobasalardan foydalanib turib, oilada eng qulay usulda basalag'man qilish usuluna keldim. Qilish usulimiz nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganolasiz. Samsugunish boshlaylik ketdi. Bunun ketilgan materiallar nihoyat oddiy, faqat go'sht, piyoz, shobasa va bir tilla sho'xla bo'lsa bo'ladi. Arkadan sizlarga izchil palet qilib berayotgan chaplashmas qazimizga oz miqdorda may qo'yib, go'shtni sog'gandan keyindilla bir qo'shib tuz solib, davomini qo'rib bir qator ko'ydirib olamiz. Ondan to'g'rab tayyor qilib qo'ygan piyozni solib, buni bir narsani aralashtirib qo'yayotgandan keyin sho'xla va cho'ng ustamning qizilmich qiyamidan bir yarim qo'shib solamiz. Cho'ng ustamning qizilmich qiyamining alohidaligi bo'lsa, lazlari nihoyat inchik suqilgan ham rangi va ta'mi nihoyat yaxshi chiqadi. Suratdagidek mana shu holatda bir narsani aralashtirib qo'yib, shobasalarni solib, bunimi bir narsani o'rseklar shobasa bir xil yumshaydi. Ondan ustiga suvni nihoyat oz miqdorda qo'yib, 5 minut atrofida qaynatayotgandan keyin samsaq va ta'min texim yaxshi chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning qunoqdan ishlangan vejansdan nihoyat oz miqdorda solib, bir narsani aralashtiriblar tuz ta'min tanishib olsak bo'ladi. Ondan tayyor qilib olgan chizimizdan nihoyat inchik qilday qilib tatib olib, pishirib olgandan keyin ustiga biz boya tayyor qilib qo'ygan saynelib iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish oddiy, lekin ta'mi nihoyat yaxshi chiqadi do'stlar. Oila chuqur bir sinab qo'yinglar. Hamısı axırda meni izchil qo'llab yurakdan besayotgan tuqqanlarim ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.